Biznesim kasodga uchragandan keyin atrofimda ko'p narsa o'zgara boshladi. Birinchi adam Instagram sahifamda atpisatsiya qildilar. Keyin xolam Telegramdagi qarindoshlar gruppasidan chiqarib yubordilar. Bolalarim oldin Adajon deb chaqirishardi. Hozir ular uchun Hikmat akaman. Mahalla do'koniga chiqsam, sotuvchi har juma bizda non tekin aka deb ikkita non berib yubordi. Vaholanki seshanba edi. Singlimga sovchilar keldi. Kuyov bilan gaplashsam bo'ladimi desam, qudalar albatta deb cho'ntagimga pul solib qo'yishdi. Bozordan chiroyli kiyinib keyin uchrasharsiz deb. Esimda, har tug'ilgan kunim 4 shamini o'zim o'chirardim. Bu yil xotinim tort pishirmadi. Oilaviy tog'ga chiqib ketishibdi tug'ilgan kunimni nishonlashga. Choyxonaga ham chiqmay qo'ydim. Rostini aytsam chaqirishmayapti. Bir hafta oldin akamnikiga borgandim. Eshikni ochishmadi. Ertasi kuni kelinayim uzr bomj deb o'ylab ochmanmiz deb yozib yuboribdilar. Bitta mahalla raisi o'g'lini uylantirganda chaqirdi. Shunda ham to'yda raqqosa meni oldimga kelmadi. Baribir qistirmaydi deb.